Assalomu alaykum. Bu video Samarqandlik akalarimiz uchun. Samarqand shahar Gulbo mahallada Vashshi Seliskiyda udar telefon qilib berdik. Ishni ko'rib, wow deb beradigan darajada chiqdi. Bu ishimizni material qalinligi 0.4da amana rasxodlar ichida 1 kvadratini 180 mingdan qilib berganmiz. Ishni bir ko'rib sifatiga e'tibor beringlar akalar, qaranglar, qanaqa chiroyli ish chiqqan. Mana bu joylarini ham, mana bu holatlarini ham bir qator ko'rib, o'zingizlar bir yoqtirsanglar, bitta like qo'yib qo'yasizlar. Telefon qilishdan oldin shu videoni bir ko'ringlar. Mana Samarqand juda chiroyli joy, u ham juda katta obyekt bo'lib tushgan. Mana yerdan ko'rsataman, mana to'liq. U ham kamida bir 25 sotikka tushgan u. Lekin ish ham mashinaga yarasha chotki bo'lgan, burchaklarini chotki qilib chiqarib, yangi 0.4 glans tunikalarda, blesk beradigan tunikalarda qilib berdik. Xonadon egasi ham bu ishni ko'rib, vaqti gap yo'q keladi devordi. Mana burchaklarini, mana burchaklari hamma yo'g'ini zo'r qilganmiz. Kichkina mana kiraverishdagi nimasini ham chotki qilib berdik. Mana darvozalari ham o'zi imperial darvozalar ekan. Endi sizlarga ayvonchalari bilan chotki qilib ko'rsataman-da, endi qaranglar mana. Vaqti ideal bo'lib ishlarimiz chotki bo'lib bitgan. Mana bu tepalarini hammasini vaqti chiroyli qilib bir maromda qilib berdik. Mana shu darvozaxonasini, mana shu ayvoncha, bu ichkari shapkalar, o'yna ayvonchalari bilan birga chotki qilib ishimizni 14 kun 15 kunda qilib topshirdik. İşimiz yoqqan bo'lsa bitta like qo'yib qo'yasizlar. Juda chotki holatda bo'lgan mana Samarqandda. Mana bu burchaklariga necha baho, mana bu kichkina daroshkalari, undan tashqari mana bu joydagi juda bir burchakli murakkab bo'lgan joylari ko'p. O'shalarni ham hafsala qilib, chotki qilib, xonadon egasiga qilib topshirdik. Hozir sharchali ishlarimiz qolgan. Mana ishlar ketyapti, lekin qo'limizdan kelgancha maksimal chiroyli holatda ishimizni qilib topshirib beryapmiz hamma joyda. Videolarimizni ko'rgan bo'lsanglar, baho berib qo'yaverasizlar. Ancha-muncha ishlarni qilib chiqarib berib ketyapmiz. Mana bu joylari ham mana chotki bo'lgan. Qaranglar, mana choklari, stiklarini o'zingizlar ko'rib baho berib qo'yaverasizlar. Endi bitta zo'r joy bor. Mana shu arkali joyini ham ideal qilib mana qilib berganmiz. Oldiga mana arka karnaz, orqaga ham arka karnazning o'rtasini chotki qilib to'qib berdik. İşimiz egasiga juda yoqdi. Mana shu ishni xudo xolasa qilib tugatdik. Kimda kim tunika xizmat kerak bo'lsa, pastdagi raqamlarga aloqaga chiqinglar. O'zbekiston bo'ylab xizmatdamiz. İşimiz chotki. 180 mingdan qilib berdik. Yoqsa bitta like qo'yib qo'yasizlar.